Iqtisodiyot tayanchi bo'lgan soliq sohasidagi so'nggi paytlarda ko'plab islohotlar amalga oshirildi. Bu yangiliklardan tadbirkorlarni doimiy xabardor etib borish va soliq idoralari rahbarlarini bevosita muloqotlarni tashkil etish yaxshi an'anaga aylangan. Yangiqo'rg'on tumani tadbirkorlari bilan uchrashuvda o'zaro fikr almashildi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Yangiqo'rg'on va Chust tumanlarida Namangan viloyati soliq boshqarmasi rahbariyati ishtirokida kichik va o'rta biznes subyektlari vakillari bilan ochiq muloqotlar tashkil etildi. Uchrashuvlarda joylarda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar, shuningdek, tuman soliq inspeksiyasi hamda boshqa tegishli tashkilot vakillari ishtirok etdilar. Muloqot davomida tadbirkorlar soliq qonunchiligidagi so'nggi yangiliklar, hisob-kitob va hisobotlarni yuritish tartibi, shuningdek, mavjud soliq imtiyozlaridan foydalanish imkoniyatlari to'g'risida batafsil ma'lumot oldilar. O'z faoliyatlarida uchrayotgan dolzarb muammolar, taklif va mulohazalarni bildirdilar. Viloyat soliq boshqarmasi rahbariyati har bir masala yuzasidan aniq tushuntirishlar berib, tadbirkorlik muhitini yanada rivojlantirish, qulay va shaffof shart-sharoitlar yaratish borasida soliq organlari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar haqida to'xtalib o'tdi. Uchrashuv yakunida sohada korrupsiyaga qarshi olib borilayotgan ishlar yuzasidan ham to'xtalib o'tildi. Ana shunday huquqbuzarlik holatlariga duch kelinganda tegishli idoralarga murojaat qilish uchun mavjud aloqa kanallari va ishonch telefonlari to'g'risida batafsil ma'lumotlar taqdim etildi.